Bana yargıdek bok tapanmısınız? Toreadorlar. Herkes mi sizni izlep kelmeydi? Siz o'zingizni sinab boqqani keldingizmi? Bizni sinab boqqani keldingizmi? Ana usulunuz müzika qaraganda usulunuz oddiy bo'lib va muzika bilan toza jug'urlib kelmay, sal sizni qiynab qo'yibdi. Bundan bu yan atrofimda saboqdoshlar, do'stlar meni ko'rsam bu bir telefon sarg'ibdi degan nomni berdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, suyimli to'rdoshlar, shundaqla o'z orzusi uchun tinimsiz izinayotgan irodalik yoshlar. Ko'rayotganinglar Nazim qiz tajdorligidagi to'rdoshlar cho'ng sahnas programmasi. Güzellikni suydigan, güzellikka iltildigan barliq do'stlarimizning oldin tanlashi, yanala Nazim qiz yurishlik g'irim buyumlari. To'rdoshlar cho'ng sahnas programmamiz hammamizning sahnasi. Salam dostlarımız, ben Muhammed Tursun, yani Böceni. Uzun yıllık ovoz berish tecrübesiga ega hem mush kesip bilan shug'ullanayotgan orzusi bor yoshlarning biri. Mendan hammanglarga muhabbatlik salom. Bu kesip bilan uzun yil shug'ullanishimning sababi o'z farzandlarimga ulgu bo'lish, shundaqla do'yin orqali o'zimni texnik kuchlantirish. Har qatim o'xshash bo'lmagan personaj va o'xshash bo'lmagan odamlarga ovoz berganimda o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Men bu sahna orqali, ya'ni ovozning sehriy kuchi orqali ovoz artistlarining turmushi va dar kartinalarini hikoya qilib so'zlab keldim. To'rdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi. Siz kim bo'lasiz? Sizni ko'rib boqmabdi ekanman. O'lib qopti. Jasad moq ketib ketibdi. Saqchilar bir qatillik tillasini bayqagan. Hozir naq maydonni tekshiryotadi. Yoshlar bir qiz karatada qas kuchi. Men Osaka saqchi mahkamasi tekshirish bo'limidan Osana Yuti. Akşam nemish yuz berdi? O'lgichini tunimsiz. Uning bilan alayda munosabatingiz bormi? Advokatim bilan ko'rishaman. Saqchilar naq maydonda gumondorni tutdi. O'lgichi ayol 28 yosh. Ishga oldigan muxbirlar to'plashib oldi. Sizlar oldishdan chiqib taratqularning diqqatini buranglar. Biz gumondorni yalab, orqa darvozadan chiqib ketaylik. Saqchilar jinoyat gumondorni naq maydonda yetib ketmoqchi. Bizga ishga so'zlab bergan bo'lsangiz. Adam öldürgenini az deb, saqchining qurolini tartib olmoqchi bo'ldim. Qani qocha. O'limdan boshqa tanlash yo'lin qolmadi. Do'cho qayoqqa qochdi? Nim qilyapsiz? Nima ish bo'ldi? Yo'qol. Menmi? Sizning boshlig'ingizning o'rnida. Mening boshlig'im Yomora apandi. Sizga doklad qilish majburiyatim yo'q. Yamura qatilni qochirib etdi. Bu deloning bosh mas'uli men. Tez ayta. Do'cho nada? O'zingizning gunohini sezmayapsiz. Yegan to'ringiz burunli oshkorlangan. O'zingizga qammayla. Xizmatingizdan ayrilsiz. Bu siz xotin. Qaltisqu. Ha? Og'zimni atmoqchimi? Qag'allar hozir yetib kelib, sizni naq maydondan tutib ketdi. Hammasi shu ablaqning kasobati. Zavodning maxfiyatligiga ko'ngil bo'latdingiz-ku. Bu Dochoning kompyuteri. Yana bumi bor. Yamura hozir meni tekshiryapti. Chatga chiqib ketmasam bo'lmaydi. Shu vaqtning o'zida nima uchun Dochoni o'ldirib etmagan bo'g'aytdi? Shunda qilgan bo'lsa, bosh og'riqdan baraqli qutulgan bo'lardik. Mendan og'rinayapsiz? O'ylab baqing. Hammasi o'g'lingiz uchun. Yangi direktorning izzat obro'yini qo'g'dash uchun. Endi menami chiqish yo'lim qolmadi. Shunga
Az to'la aqbasiz. Egisini ishlaydigan ish shundoq bo'ladi-da. Qiziqarli ekan. Hoy ağa. Valenti? Qani u. Unutib qolmabsan, bek ta'sirlandim. Ko'mak qoptiman. Qoptiman demsan? Ha, bildim, men avoq emas bu. Bu bo'yturuq jihatdagi kamsitish. Bo'ldi bas. Qo'yib aylang, ilmi o'zgarmabdi. Qara bastinga yo'g'nab qopsan. Quyruqni xoda qilib qochib ketgandan keyin yana uchrashib qolamiz deb o'ylamabdiman. Menmi ham shu. Tushundim. Qaddi qomatingga ishinib, hayvi ko'rsatmoqchimi? Nima? Xatolashding Valenti. Amaliyotda u sendan xeyli kuchlik. Shundaqmi akajon? Ha, undaq o'ylamadim. Ko'zlaringdan chiqib turibdi. Seni qarshi olaman. Rasma? Shundoq. Nimala bo'lmasin, sen haqiqiy bo'qida. Seni yengib olsamla, kuch-quvvatimni namoyon qila olaman emasmi? Xush kelibsan, Ferdinand. Bo'ldi. Bo'qida aqliy kuchimi bo'lish kerak. Ular qaralganmagidek. To'xtang efendi. Ularga yana bir qatim fursat bering. 2 kundan keyin musobaqa bo'ladi. Shu chaqqicha menga yarig'idak bo'q topolmasangiz, to'riyadorlar. Hargizmi sizni izlab kelmaydi. Sen uni jiddiylashtirib qo'yding. Bu sening sababliging. Quruq gap. Gapni so'qishga yaramaydi. Buni hammamiz bilamiz. O jiddiylashib ketgani uchunlar shu yak berish kerakmi? Angla hamoqat. Sen qechib ketgandan beri bu yer o'zgarib ketdi. Endi ilishqi yaramsan, ko'shkalisi bo'lasan. Xo'sh ko'shkalisi. Bilasizlar hayotmi? Bularga nim bo'pti? Bularning kallasining suyba o'xshaydi. Bekali vaqtimni isrof qildim. Menimcha, men qandoq o'ynashni bilaman. Nima chatoq chiqqanda o'lgi. Sizlar bu yerda Olga. tuyuqsizlar to'g'ri ulangandek tuyulyotdi. Beshga buloq to'rga chiqibdi. Olga, endi daroni qo'shib olsam bo'lamdi. Men qo'shay. Albatta bo'ladi. Vah, meni oltaylan qo'shibdi. Nima degan yaxshi? Olgi. Ulardan so'rab baq, Olga. Ma'qul. Haras, yaqin atrofda bir top to'rnlarni ko'rdinglarmi? To'rnlardek tiz ucholmasaqmi, bizning tuyg'umizdan hargiz chatoq chiqmaydi. Nima uchunligini bilamsan? Chunki biz to'rni emas. Masala dal mush yerda. Sen turni bo'lmag'achqa suratimni ostiltib qo'yding. Bu bola meni oxiri saran qilib qo'ydigan bo'ldi. Uydagilarim meni azaldan quchoqlab boqmoqqa. Paylaringni tarab maylab qo'ysaqli bo'ladi. Bu kilangsiz badanimni ko'midingmi? Men odat va tabiatda sendan muchon mushuk yaproqni ko'rgan. Lekin u faqat mushuk yaproqli emas-da. Menimcha. Men hech yerga sig'mayman. Undaq dema. Yo'q. Qarshi olamiz. Mehmet Rahmat. Tursun inim shunchalik yaxshi tayyorlik qilibsiz. Bek suyundik qani. Rahmat. Salam ekran oldidagi barcha azizlar, naq maydondagi bog'lig'ichi ustozlar. Hammanglarga ovoz artisti Muhammad Tursun Bojanidan muhabbatlik salom. Rahmat. Mening kasbim ovoz artisti, diktor riyosatchi ovoz artisti. Orliqda Mehmet Luziyadan chiqqan hamda burundan tatib bilishimiz. Orliqda kichik bolalar yoqtiradigan Guang Tochanglarning obrazini yaratib ketdim. Ash Guang Tochanglar men shu Xaymen Bobo Guang Tochang degandek kartun filmlarda obrazlarni yaratib Ularni kelyapman. Ularning muqim obrazim bor. Endi dastlabida ancha tuyulmabdi ekan. Keyin endi bu bolalarga bak kichik ta'sir qildi ekan, mingsiga, to'g'ri ekan, muvafaq qildi ekan. Shunga endi men o'zim yaxshi ko'rdim. Bolalar mahallalarga uchirtib qolsam, "Voy, Guang Tochang akamiz keldi" dedi. Ular men bilan yuztirani mana chiroyimni ko'rib uchirishib boqmadi. Lekin mening ovozimni bilishdi. Azroq gapirsa, "Voy, men akam shu" deb. Shunga mushtatdan endi birinchidan kasbim, ikkinchidan mushtatda bir ishtiyoq bor. Ovoz jihatda. Endi bu sani kelishdagi maqsadim birinchidan bir o'zimni bir sinab boqay. Anadagi ikkinchidan shu bog'lig'i ustozlarimiz cho'nglarga bir salomimni yetkazgach bir
Şu Çırpoda'ya qilish yoki bo'lmasa mustaq sahnalar bilan ko'proq bir uchrashish maqsadida bu sahnaga kelib qoldim. Bugungi tayyorlik xizmatlarimiz bək yaxşı işlənibdi. Bu əmdi bizning ustozlarimizga, shundaqla programmamizga nisbatan bir hörmətdən deyərək berdi. To'g'ri. Har qanday ishda plan yaxshi bo'lsa, tayyorlik yaxshi bo'lsa, sahnadami jiddiyləşməyimiz ana shunchalik yaxshi bir nomerni ko'pchilikning huzuriga sunduq. Unda bo'lsa əmdi ustozlarning fikrlarini anglab baqaylik ya. Mehmet Tursun, bizning to'rdoshlar cho'ng sahnasiga xush kelibsiz. Rahmat. Siz o'zingizni sinab baqqani keldingizmi? Bizni sinab baqqani keldingizmi? Shu qarsam tayyorligingizni ayt to'liq o'zingizmi kasb egiskansiz. Shundayman. O'zini sinab baqqani kelganmidi yo men ustozlarni sinab baqqani kelganmidi deyman. Muborak bo'lsin, bak yaxshi tayyorlik qilibsiz. Sizningki abayqa bergan ovozlaringizdan, anandan keyin shu ovoz berishga tayyorlagan filmlaringizdan bu kesilish jihatda tayyorligingiz bek puxta, bundan sizning izchil mush kasbni qilayotganingiz chiqib turdi. Anandan keyin sizningki ovoz tusingiz bek yaxshi ekan. Chunki men mundaq deyishim, menmo eng dastlabki yoshdaagi xizmat chiqqan vaqtimda men ovoz artistim. Çünkü ben Ali mektep o'qiyotgan vaqtimda ishdan sirt, o'qishdan sirt ovoz berib televiziya stansiyasida keyin meni o'qish bitgandan keyin shu ovoz bo'limiga ketgan. Men bu yerda 5 yil ishlagandan keyin anandan keyin yana o'zimning kasbini joriy qildirish uchun boshqa bo'limga yutkilib ketdim u. Endi siz kasb egasi bo'lganligingiz uchun maxsus shuningda Ali mektepda shuningda o'qiganligingiz uchun kichikgina taklif fikrni berib qo'ygim keldi. Aşu kartonlarga bulupmu hayvanlarga karton filmga ovoz berganda u odam emas karton bo'lgandikin biz ovozimizni meningcha ovozimizning tusiga asosan qanchalik darajada hajviylashtirib olsak aning qiziqarliligi shuncha chiqadi. Sizning bundan keyin ashundaq jamiyatga to'xtab qo'yishning lozimligini, qonun engni har vaqt o'stirishning lozimligiga oid kartonlarni texim jiq ishlab bozorga selishingizni chin qalbimdan ümit qilma, ham shundaqla ancha-muncha men lozim bo'lsam chaqasingiz berib ovoz bering. Bo'ldi, ma'qul. Bo'ldi, rahmat. Alqamjon. Mehmet Tursun efendim. Şikeyle, bek yaxşı tanışımız. Ben tanışqaya to'xtamay tirishayotgan ekan birisi. To'g'ri. Bek güzel bunun mijozmi bek esil. Hozir men do'yin tarafga o'tdik, ilaqa ovoz berib qisqa filmlarni taqdim etdi. Finsizmi? Ilaqa İşvatıdı. Ondan sonra körlüşme, tez süratli işvatıdı. Ben dikkat kılmam, ama bek çıkıdı bu. Ben körüp durmam, mağa yaman buşturgan bu diye. Bir anda bir iş kitabı deyip ensireyim çatırım. Lekin ma ovoz berishda san'atga kelsak, ma'no endi kasbni suyish, kasbiy axloqi ajoyib go'zal. Menimi Abdurahim Radillah tarjima markazida ishlayotdi, o'zimning savodoshlarim. Buni berish bektas shu. Bizga oliy maktabda o'tgan, endi vaqti qisqa, lekin men baqachatdim. Men anaqa sekintli darsda sal nachar yerim bor-ku, ma'lumotlarda qaqshatdi. Şu vaqtdan ovoz berish darsi sizlar mana shu keyiniga o'tilib yuratim lekin o'zim bek yaxshi ko'rma. Lekin shu bir qitim bir karton berdim ekan xamilyonga. Lekin tutdim balla ma'lumlar bek maqtab ketgan. O'zim bir xil tasalli yurib men tarjima markaziga kirib ishlasam bo'lib kelsam, afsus bo'lma deya. Ammabda dasi. Bo'lmagan lekin Mehmet Tursun bu şeyde yaxshi yuz ko'rishdik. Bundan keyin ishtiroq texim yaxshi bo'lsin. Bizmo qisqa film do'yin tashviqot shirkatlarning e'lon tashviqotlarini hikoya shaklida aktyorlarni ishlatib kasbiy yo'sinda qisqa filmlarni ishlab tashviq qilyapmiz. Bu mening ishim. Inson ovoz bilan maishni qilyapsan. Navoda endi hamkorliklar ishlar olsa, biz hamkorlashib, yana yangi bir turlarni ijod qilsak bo'ladi do'yin. Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Do'qmishlar taqasak. Do'qmishlar taqasak bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Mana bek yaxshi fikrlar bo'lindi ya. Bu kasb bek chapaliq kasb, mush fursatdan foydalanib ekran orqali Mehmet Tursundek chapakash, suyumlik ovoz artistlari dostlarımızga minnettarlığımızı bildirimiz. Raslam Çapa çekyapsizlar. Sizlardan biz to'liq minnatdor. Yana bir muhimga keldik. Bayat Çırpoda'ya xo dediniz. Shu tarafdami taraqqiy qilgan bor deb. Nasirjonmi balkim hozir ko'rib Mehmet Tursunga
Yeni bir oy fikirleri tug'ilayotgan bo'lishi mumkin, Nasirjon. Ovozingizni shunday yaxshi ko'rdim. Hamda men texi ovoz berishni murakkab deb o'ylagan ham unda tasmiki deb o'ylamayotganman. Va ustozlarning deganini anglab, men sodudimni taslikini his qilib qoldim. Hamda balkim sodudan tas, lekin o'zingiz yaxshi ko'rganligingiz uchun, bu sizga xo'shallik ato qilganlik uchun balkim 13 yil mana shu kasbni izchil tashlamay hozirgacha olib kelibsiz, shunday suyundik. 13 yilning haqida ani yaxshi qilyapmiz. Unda arzu umid bizdan bor. Bizga o'xshash shunday bir eglikliklar qilayotgan yoshlarimiz bilan fikrlashib, birga bir haqiqiy voyaga yetkazgudek cho'ng bir ishlarni tavrdiylaylik deb shu sahnaga men qadam tashrif qildim. Bugun sizdan tanishganimda men shunday xushal. Rahmat, teşekkür ederim. Menimcha siz nishonni bekitib oldingiz deb o'yladim. Menimcha bekitib bo'ldi nishonni. Shu biz bilan hamkorlashib, bundan keyin texnik ko'p nodir filmlarni chiqarib. Rahmat. Rahmat shu ustozlarninki yaxshi baholarni berganligidan shunchalik rahmat hurmatimni qilgandan shunchalik suyundim. Agar tanlash to'g'ri kelib qolsa, men yana ustozlarni tanlay. Men xosiyat ma'lumotini tanlashni qaror qildim. Rahmat. Qanday bo'lsa, xosiyat ustozdan qarorini anglaylik. Rahmat. Ha, mana. Ben tanlamasam hozir meni chaqamaydi. Shuning uchun tanlaytamdi. Muborak bo'lsin. Teşekkür etiniz. Rahmat bo'lsin, muborak bo'lsin. Bek suyundim. Rahmat. Bu programmaga kelishdagi asosiy maqsadimiz mushtaq ustozlardan ko'proq bir ta'lim olib, o'zimizning kasbini texmo mukammallashtirmoqchi. Menimcha yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Biz texmo tirishchilik ko'ramiz. Ekranlardagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar Xinjiang Nazim qiz xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligidagi to'rdoshlar cho'ng sahnasi programmasi endi keyingi mayirimiz sahnamizga marhamat. Programmamizning tajdorligini bilan ko'plash uchrashib, yangi bilimlarni o'rganib, turmushimizni mo'l mazmunli va rangli o'tkazishga tirishimiz kerak. Bu sahnadan o'tib ketilishimdagi yana bir muhim jarayon bo'lishini umid qilaman. To'rdoshlar sahnasi hammamizning sahnasi.
Qarşılamız Mehrigül. Hörmətli müəllimlər, tomoshabin dostlar, yaxşımılar, mən Mehrigül. Özüm Ürümçidən. Hazır işləb durub oxutma kəsbim usul sınıf məktəbinin çoğunluq markasında oxuyorum. Başqa? Ben çox işlədim. Nimda yaxşı. Əmsə özünüzdə oxuş bulunuz, özünüz bir tərəf qoyubsuz da. Nəcəb yaxşı. Mehrigül müəllim. Gəpsiz Mehrigül. İsmimiz oxşashkan. Sizni qarşılayman. Tirishing. Azroq taklif fikr bermoqchiman. Bu muzika orkestr qilgan, nihoyatda kasbiy artistlarga tayyorlagan bir cho'ng muzika ekan. Sizga sal cho'ng ketib qopti. Ana usulingiz muzika qaraganda usulingiz oddiy bo'lib va muzika bilan toza jug'urilib kelmay, sal sizni qiynab qo'yibdi. Xuddi biz kiyim kiygandek, qilpimizga loyiq, o'zimizning figurga loyiq kiyim kiyganga o'xshash muzikani usulini qilib tanlaymiz. Hatto uni qaytadan qurashtirishga bo'ldi, muzikani-chi. Yani usulnama aş muzikaga nihoyatda qilib saviyasi o'xshash kelmasa, u boshqa bu boshqa bo'lib qolsa, toza ko'rurmanlarga rozimanlik olib kelmaydi, huzur olib kelmaydi. Shuningdek, shu o'zingiz o'qish jarayonida tirishib o'qib, ijodiyat darslariga to'liq qatnashib, bir usulni qanday qurashtiramiz, qanday muzika bilan birlashtiramiz, uning asos temasini qanday turg'izamiz, harakatlarni qanday aytmoqimiz, hatto sahna boshlig'ini qanday ifodalaymiz degandan tortib, qat'iy qilib o'rganishingizga tilakdoshman. Ma'qul, men cho'qim tirishman ma'lum. Rahmat. Rahmat. Bundan keyin o'rganishimiz bor emasmi, o'qishimiz bor. O'qish bitirgandan keyin bir qatam kelsangiz balkim başqacha bir Mehrigülni ko'ramiz. Shundaqmi? Shunji bo'lgan Mehrigülni. Endi ustoz tanlaymiz. Men shu Mehrigül muallimning guruhini tanlayman, yana o'sha. Endi ustozning qarorini anglaylik, qani. Endi Mehrigül qizim, kechirsiz. Men bu yerda sizni tanlamagan bilan men mushu sahnadan chiqib men sizni tanlayman. Gülnigarga o'xshash. Ündidarni qo'shib, biz undidar orqali yoki aloqalashib turib sizga har qanday yordamimizni aymaymiz. Rahmat. Men mushakni chiqqanga shunchalik rozi. Chunki men bu natija lazım emas. Mushakni o'zimdan talantini ko'rsatib olsam, yaxshi, to'g'ri. Sahnadan qandayligini hissiyatni bilib olsam bo'ldi. Rahmat muallimlarga. Men chiqim tirishman. To'g'ri. Rahmat. Bugun biz bir keyingi sahifalarda sizning texnik mahorat texnikangizni, go'zal usulingizni, nafis holatingizni ko'rishga biz tashlaymiz. Rahmat muallim. Bugun bir boshlash deb o'ylaylik bo'ladi. Bugundan boshlab biz yana bir Mehrigülni ko'rish uchun tirishaylik. Bo'ladi. 3-fasllik programmamizda sizni saqlaymiz Mehrigül amsa. Tirishaylik, biz sizga ishonamiz. Rahmat muallim. Chiqib qilaysiz. Rahmat Mehrigül. Davrga moslashib mang'ingiz bo'lsa, Fanshing madaniyat tarqitish şirkati sizdan eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Mening ismim Dulxumar. Men oliy maktab 1-yillik o'quvchisi. Gerçi özümden kesbi advokatlık bolsunun naqsha müzikini o'xshashli intan yaxshi ko'raman. Yaxshi etgan videolarımni do'yinga yo'llab xali ko'p natijalarga erishdim. Menimcha har qaysi xil usullarda bo'lsin cho'qim o'zimizning yaxshi ko'rgan, orzulagan ishlarni yuriklik holatda sinab ko'rishimiz kerak. Men bundan burun cho'ng sahnlarga chiqib baxman, lekin ishonamanki bu sahnada cho'qim o'zimning eng yaxshi holatini namoyon qila olaman. To'rdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi.
muhabbatning shamlarida yanib o'chganni chaqchaq qilib deb qo'ysam suymayman seni unutalamsan shichingni ezib yig'lab ketganni unutalamsan birga yurgan oydin oqshomni muhabbatning shamlarida yanib o'chganni chaqchaq qilib deb qo'ysam suymayman seni unutalamsan shichingni ezib yig'lab ketganni oh kun muhabbatning qarishida sunsa bu ko'ngil o'xshayman ilib bo'lmas nazuk ko'ngilni tanhoytayman gulga cheksiz pushaymonda baxtilab sening o'chmas xushallig'ing var unutalamsan birga yurgan oydin oqshomni muhabbatning shamlarida yanib o'chganni chaqchaq qilib deb qo'ysam suymayman seni unutalamsan shichingni ezib yig'lab ketganni unutalamsan birga yurgan oydin oqshomni muhabbatning shamlarida yanib o'chganni chaqchaq qilib deb qo'ysam suymayman seni unutalamsan shichingni ezib yig'lab ketganni oh kun Dilxumarim. İsmimi çıraylık, özümü xumalıq bir qız ekan-da. Amsa ko'rmanlarimizga, ustozlarimizga salom beraytamsiz Dilxumar? Yaxshimi ustozlar, yaxshimi? Mening ismim Dilxumar Abdulla. Bu yil 19 yoshga kirdim. Millatim Qirg'iz. Andan keyin o'zim Kashin sho'yanda o'qiyman, dayi. Mening kasbim bo'lsa fa'liyu. Lekin qattiq chiram tushmaydi, qaranglar, oqsa tushsam to'g'rimi? Ve oqsa advokatlar bor-ku, oqsa sotchilar bor. Shundoq suyimlik bir qiz ekansiz. Abay naqshlaringizni anglab shuna huzurlanib ketdik. Har qanday kasbni yaxshi qilsaqlam tushaveramiz Dilxumar, ha? O'qu bo'lganikin-chi. O'quma. Nada abay uni o'qu etmadi qonaqshini. Azaq tamtirab qaqash. Ashtaqma bo'lmasa o'qu etamdi. Qanday bo'lsa o'qu etgan bo'ldi. Lohidagi bo'lsa. Ay lohiyashda o'qu etamda. Peshashqo. Ashtaqma chibollarni qanday qilish lohiy? Sat oqsa deyman. Ashtaqma. Bir xilliqi pikeylarni yengib ketsa. Sat chashmak yaxshi ko'rmash. Ashtaqma. Mana bizni xugan emas. Va, nimda ko'nchi qo'ygan lohiy Dilxumarni? Sışın qıptı ha? Ha. Ben başta bir ılqımda römürdün köydüm. Kösem cıbok etipti o vakitte siz sırttınız ha? Sırt durup gitti açılıp nakşi etvatı da kan. Huvayda. Ha, huvay. Şu vakti kan ben cıbosga kirib qaldım. Qo'lam bakatda kirib qarsam nakşi etvatı da azraqli şu alqıldık. Ana şunun bil xugan bolduq. Mana endi sahnaga uchrashdik. Ha, uchrashdik hamda. Mana kichikli turib sahnaga chiqib naqshlarni aytib oson emas, uni boshqa o'yingdimi o'z oldiga xilili pintozlarning sonimi jiqga hamda huvayda ya'ni sirtlarda naqsh etib jurbo qilishni yaxshi ko'radi ekansiz a Dilxumar nemishqa? Chunki men naqshga qiziqaman. Masalan, endi uyning ichida etsaq bo'ladi. Uyning ichida men xo'ying bo'lmayman, erkin tutamayman o'zim. Liq tutjas bo'lgan ekan. Liq bir xil chaklimining ichiga kirib qolgandek his qildi ekansiz-da. Dalalarda bo'lsa, tog'larda bo'lsa, bog'larda bo'lsa. Nima payzi? Xilaqsa. Dilxumar oqsa desak bo'ldi ekan-da. Ay Dilxumar tuyuqsiz bir ism kelib qoldi. Mana bu sahnada ustozlarimiz bor-ku. Mush ustozlarning hammasining ismini deb bera olamsiz? Qani, bir kelib baqaylik-ya. O'ng tarafdan kelaylik. Yo'q, hech nima bo'lmaydi. Alqamakash. Yaxshi.
Hazreti Baş. Ha, yaxshi. Lekin bizning Subi akash. Ha. Oyim yakagan. Oyim yakaganda. Dilshod dadash. Bilmay jiddiylashib ketparman deydi oyajonli pa. Dilshod dadash. Nigora adash. Nigora adash. Lekin ma peshbek umaqkan. Mehrgul apash. Lekin o'yinlarda ko'rgan shundaqmi? Ular nima qiladi da o'yinlarda? Champion. Shu bu dayxo. Dayxo qilsin. To'g'ri. Nasirjon Aynur ya'ni Nazim shirkatidan kelgan suyumliklar. Am nima shunday savol so'rg'im kelib qoldi deganda, ammo hozir mush Dilxumordek kichik bolalar, yosh bolalar balkim bizlar tunimasligi mumkin. Men shaxsan bunda o'ylayman 15 yoshdan bizlar kichiklar tunimamdikin debchi xosiyatida. Men taniydi. Xosiyat opa dedi-ya, boya. Demamsan deb kishi tunuyman deganni. Lekin bak umaqa. Yo'q, uni demasam bo'ldi. Am nimishqa bundaq deyman deganda, chunki bizning mana amdi chiqayotgan, amdi yetilayotgan, tunilmoqchi bo'layotgan mana mushundaq o'smir do'stlarimiz, yosh do'stlarimizga nisbatan bizning cho'lponlarimizni, faxrlik ustozlarimizni tunishtirish majburiyatimiz. Sizni tunayman deyman. Rahmat. Sizni tala yulduz sachiq ko'rdim. Mening ismim ismim Gulshanjam. Gulshan Aqsa. Gulshan Shayda. Bizning majburiyatimiz, mas'uliyatimiz deb o'ylayman, chunki qanday bo'lsa shu faxrlik ustozlarimiz bo'lg'ashqa, shu ustozlarimizning izini bo'ylab bizning bugungidek natijamiz chiqdi emasmi? Shuning uchun boya hammasining ismini deb beralgantingiz men bak xush bo'ldim, so'yindim. Mana mushumi bizning ustozlarimizga berilgan bir yuksak darajadagi hurmat. Onun boshqa mana kichik turib 19 yosh kiriblam cho'ng sahnalarga chiqdingiz, to'rdoshlar cho'ng sahnasiga chiqdingiz. O'zingizni qaltistab o'ylayapsiz. O'zim bek aqsadi bir xil. Naqshni qanaqa etdim deb o'ylaysiz? Shu opamga bek rahmat deyman. Shu opam qo'llab-quvvatlagan bo'lsa bir yaxshi. Bu sahnaga chiqamaydi. Opam ajamga, dadamga rahmat aytdi. Bunday yaxshi ya, bolalarda cho'qim shunaq minnatdorlik to'yg'usi bo'lish kerak. Cho'nglar ko'rib cho'qim qo'shib ketmagandi. Dilxumor ekranga chiqdi, shashtir, aqsadir deb. Dilshod dadasi ha. Dadoy. Dilxumor qiz. Bak bu oma qiz kim bu? Jo'shqin nimga tatli qiz bu. Dilxumor aqsat. Res shashgan, Bayatın qanaqshini gitar chip naqshat qalaga. Bak amroq. Mammushu, Ben üzerime şu gitarga hazırlık düşündüğümde çaldım ha. Makız bayatına nakşını etkanda gitarın akordunun baskınını akör otadım. Hel murakkab akord, 7 akordlarını bildik ya. Çıkaşan demiş. Mesela yem çıkaşan, em çıkaşan. Aşı 7 akord bisvatı da. Hel murakkab ki. Gitarın çip, anık mağa kolum şundak pasırış nemidir ma, timpsi mu gitarın şundak inik çıktı. Bu gitar çelişiniz gibi baharım, anıkın nakşını mı, nayta omak yakşı ettiniz. Lekin neyim yok, bir kamçılık yeriniz, bizden bazı sosyası devreye, kamçılık yeriniz neyim o, cuşkulluk yok burası. La 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la la. Gitarın çalan bir çıray hissiyatı da mimika bütün benim için. La 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 li la 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 kültürü. Sen korkak gitmişsin de. Ya korkmayın sen. Biz o 80 kırk edem korktamatız kaldık. Biz bir ömür onu bunun korkmayın şekil. Demek şu oğlum aşı Çiçin deyimiz go. Gitar tançan açıp etişte bir qanaqay coşqunluğun talep qiladi ço'g'i. Men naqshning mazmuni qarta. Liriklik naqsh bo'lsa. Oydin kashlarda. Bak bunu da nimrak keldi liriklik. Abay ma qizning aytayotgan shunda mo bir xil jichin keldi. Melodiyasi mana qanday bayat naqshingizdan. Kalam qalmış şu. Aşu. Ondalam sen birge yürgen. Yetibettim. Şu an jichin. Onu klip taraf esanmaydı. İşte küçük qo'ydik hamda 19 yosh kiribsiz. Bundan keyingi naqsh etish hayotning san'at hayotingizda qarang
Bundaq təcrübə savaq degan nurg'unlarni yakunlaysiz. Gündən günə aytaq bizim kichik sizchilik vaqtimda men gitar chep naqsh etib degan ko'chama-ko'cha uyga kirmay yurdim, kinoxona tomlarini sizchilib. Bağım tağım yurdik. Asosiyat umumiy yuzga ketgan chaqda o'sha naqshni shunaqa yaxshi aytdingiz, gitar chelishni shunaqa yaxshi. Domliqtirishni izdining mushtoqliq. Xil uslubda gitar chelishni gitar chelish texnikani texnik yuqori balli ko'tarang. Naqsh jihatdan ovozingiz rasmiy bir to'xtagan bir ovoz emas, bola ovozi chiqib turdi. Mush jihatdan izdindi ekansiz, sizni kichik emassiz, bundan keyingi san'at hayotingizda izdinadigan tecrübe savaqlarını toplaydigan, ügündigan narsangiz talay. Nurg'unlari var. Aytkamtarlik bilan mushtaq narsalarni aytolmay bilim ügensiz 25-6 kirgicha hatto 22-3 kirgicha xel bir baldaq ko'tarilasiz. Chunki mush vaqtingiz sizning tashqi mo'r bosgandek shu singidi bir narsa ügensiz esingizda qoldi. Keyin cho'g'an esingizda qolmaydi. Mush vaqt ügünib olgan narsalarningiz mangu sizga hamroh bo'ldi. Shu mush vaqtida siz meni tanlab o'rgatmasiniz, shu mangulik qilib qolmang. Ma inkas sürekli teze. Sanmam. Onu o'ylashamiz, men yolg'iz isamas bir sherikim bor. Lohini ya gap kel. Ha, agashkimiz qanatiq. O'zimning aksi deb. Chiqimizni keltirib bo'ldi. Lohi. Bayatida deyishtoq doyinda jibo qilib, ubuloq qilib. Eng muhimi o'rganish, hamda doyidiki, kasb, qonun degan inchkina narsa yaxshi o'rganimiz bo'lmaydi. Shu hamda muzik to'g'riliqni dilshatgam deb bo'ldi. Hamda to'g'ri kelsak, to'rni shu darsni yaxshi tugutib vaqtida tugutib, kelgan mening shogirdlarim bor, balkim taniysiz. 是不是谈罗宾大姐妹的线上也可以，线下也可以，都可以支持你。先把学上好。好的，好的。De qag'innim sherikil masalish. Hozir o'rganyapsiz, tirishyapsiz. Mana shu sahnaga chiqdingiz hamda ustozlarimizning degani bo'yicha texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirsiz. Keyin necha yildan keyin, hatto 10-20 yildan keyin mush vaqtingizni o'ylasangiz, 19 yosh vaqtingizni o'ylasangiz, to'rdoshlar cho'ng sahnasiga chiqqan vaqtingizni o'ylagan vaqtingizda rahmat sana yoshlig'im deb qo'rqmay aytalaysiz. Shunga siz bek qoltisiz. Rahmat. Mana shu Nasirjon bilan Aynur Shikisimi shunda kichik igilik tikligan. Shundaqku, bularmi jafoga chidab, o'zlariningki shu bir go'zal kelajagini yaratish uchun mana hammamizning oldimizda ulgu bo'lg'idek natijalarni yaratib o'tiribdi. Hozir nimalarni his qildingiz? Ko'nglim yorib qoldi. Nurg'un bilimlarni erishib oldim. Ne yaxshi javob ber, ko'nglim yorib qoldi deb. Mushning o'zi yetarliga. Hamda sahnaga chiqiblam Dilshod muallimni tanlayman degan hozirgi tanlashingizda o'zgarish bo'lmadi, shundaqku? Shu mening tanlashim. Hozirgi tanlashingizda o'zgarish bo'lmadi, shundaqku? Shu mening tanlashim shu. Dilshod muallim. Wow, chiroq yondi. Dilshod ka. Tanlashingizdagi sabab. Meni tanlashimdagi sabab bu qizning aql farosati bir xil o'zining shoshligi, jiring-jiringligi. Andan keyin gitar chelishi haqiqatan mushu yoshdagi bolalarning ichida bo'pti qiz bola ekan bu. O'g'il bolamish ishlamaydi. Nurg'unlar qiz bola ekan, gitar shunday yaxshi. Aniki men aytgan naqshimi shunday yaxshi o'rladi. Men boy degan nimish degan bu bola kichikda taqa. Kichik bo'lgandan keyin shu naqshidagi jushqunlik biroz kam. Mening guruhimga kirsa, men endi shu kamchiligini naqsh etgan chog'da qanday turish, gitarni qanday chelish, texim kamiyalarni o'rgatib, akkordlarni o'rgatib, naqshni jushqun kayfiyatga yetib, boy o'rlagan naqshni mushuni yana birasi yaxshi o'rlaydigan darajaga opira olayman. Shuning uchun tanladim qizni. Rahmat, rahmat. Lohi. Sho'ldim raskalsam. Seni de ruhsatsız uğrayıp kaldım. Doyuğunda sen yerden kal, doyuğunda ben yerden kal. Şu an, bu ya biz köz karışıp biliş kettik ha.
Ama işte yardım qilgan mishtaq bo'lgan deganda kelamiz. Bo'ldi kella deb. Ha. Fikrlashib bo'lgan boy ko'zlarlar. Hozir mana bir-biringlar bilan moslashishinglar shundoq kuchib ketdi, yaxshilanib ketdi. Ko'z bilan bir tarafga o'tib olib ketdinglar ishlarni. Cho'ng o'tgan odamlar ishga. Dilshod kam degandek, naqshloyingda, Dilshod ma'lum ba, doying ishlarda. Lohey ba, bir quchoqlaytaychi qo'shib ketdim. Onam, qayerda bo'lsa, ha. Dadashning yiniga marhamat. Shu bitta balam. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Dilxumar umaq qizni. Bizning mana shunday kichik vaqtlarimiz bo'lgan, 19 yosh vaqtlarimiz, oliy maktabdagi vaqtlar, to'xtamay dapanji yeb yurgan vaqtlar. Jamiyatni 7-8 silib bizni mana shunday go'zal aslimilar qo'yniga boshlab kirgan Dilxumar singlimizga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla Dilshod ustozga, Lohiyga rahmat. Ersiz hatta hayotda yana qadam tashlanmas. Mana qisasizlar olacak gideyim. Büyük babasıyla bırakın, olacak git bırakın. Asılım jaynağın jasıl bağım, bul şalğan oynatsa jasındarın. Naqshni bek payzeytidga bu umaq achash. Bek yaxshi ko'rdim. Tasqaliq nasirishimiz tushib qolsa, yana ketkilim yerda. Şimdi ben bir ömür ittim. Kipinekle pervane, gül içilgan bağlada.